Assalomu alaykum. Mana bugun 8-iyun, ertalabki soat 8. 26 ta kolodisimiz oxalikka ketyapti. Kecha kovlangan yamalarimizga. Shopir akamiz 27 ta yuklayapti. Kimga mana shunaqa kovlab qo'yib berish xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Shopir akamiz Samarqand, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax bo'ylab bemalol dostavka qilib beradi. U tomonda quyish jarayoni ketyapti mikserda. Simentlarimiz mana. Bu qorish jarayoni rastorda. Qizil qum deydiganlar uchun mana bu haqiqiy shibyonka, o'zini qumi, o'zini toshi. Bu ankle deyiladi bizda. Mahallaga